Qadrdonlar, navbatdagi bekitimizga navbat ishlarini yasab, xudo xolasa ustunak qilish jarayoniga yetib keldik. Mana shu orqamizda turgan joyga navbatdan ustunak qilamiz. Ko'rib turgan edik, high-tech variantdagi, ya'ni o'sha TX variantda avvalni emas. Navbatlarimizdan bittasi bo'lyapti. Ko'rib turgan yo'llar mana lazer gullardan ishlangan. Xullas, umuman bu dizaynni avtorskiy desak ham bo'laveradi. Sababi bu yoqda birorta rasmga, birorta narsaga qaramasdan o'zimiz uy egalari bilan kelishib, uy egalari ham o'zlari birgalikda rasmlarni chizib, yo'llarini, gullarini, ko'rinishlarini chizib boshladik. Xudo xolasa ustoka qilish jarayoniga yetib kelganmiz. Mana hozir bu yoqda stokalarni qo'yib bo'ldik. Bu yoqga lazerlarni o'rnatyapmiz. Uni oldiga ana pastda turibdi, lazerlarimizni qo'yamizda, lazer gullarni va tepa qismiga mana bu narsamiz bor. Xudo xolasa videoni oxirida ko'rasizlar. Xudo xolasa juda ham bir chiroyli, bir yangilik ishlardan bo'lyapti. Inshaalloh video davomida yana ustunovka jarayonlarini yopishlarini ko'rishingiz mumkin. Videoni oxirida narx-navosi necha pul va shu joyga necha pul tushishi haqida ma'lumot beramiz. Bizni kuzatib boring. Mana ishlarimizni yakunlab oldik. Endi sizlarga navesimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bu navesi avtorskiy dedik, ya'ni uy egalari maslahatlashgan holatda bu yoqga o'zgartirish kiritib, umuman boshqa naves tashladik. Ko'rib o'zingizlar bir fikr o'rnatib o'tasizlar. Xudo xolasa umuman shu variantdagi naveslarimizdan bu birinchisi videoda. Bu navesimizni mana razmerlariga keladigan bo'lsak, mana shu joydan narigi burchagigacha 5.10 bo'ldi. Ikkita yonida chiqishlari bilan, leksiyalar bilan. Temirning o'zi 4.70. Oldiga chiqishi 5.25 bo'ldi oldiga. 1 metr ichkariroq stoka qo'yib berganmiz. Ya'ni burilishlarga ham, ertaga moshina kirganda ham xalaqit bermasligi uchun o'ziga yarasha chiroyli skromni ham chiqadi. Tepa qismi ko'rib turgan yo'llar lazer gullardan o'ydirganmiz. Va tepa qismiga ham o'rtalariga mana o'ziga yarashgan holatda lazer gullardan o'ydik. Bu yoqda mana oddiy holatda bo'lib qolmasligi uchun yana bitta bu yoqdan yo'llariga ozgina bir-biriga uyg'unlash uchun ozgina gul ham qo'shib yubordik. Ya'ni neobichniyroq, oddiyroq va o'ziga yarasha ko'rkamroq ham. Uni qo'pol emas, ya'ni ham gulli variant ham emas, skromli holatda yo'llariga, qo'llarning orqasiga va oldi qismiga gullardan qo'yib berganmiz. Gullar ham xudo xolasa kovunnilardan ishlatilgan. Yo'llari ham mana darvozadan keyin yo'llariga lazer, umuman to'liq holatda lazer gullar bilan aylanganda va tepa qismi 5 ta ko'ziga yulduz holatda qilib o'rnatilgan lazer gullardan o'yilgan. Bu yerga ishlagan stokalarimiz 8x8 profil 2 stenkasidan foydalanganmiz. Va taglarga mana o'ziga yarashgan qilib tumbalardan ishlab berilgan, ya'ni taglari sal bagatiroq chiqishligi uchun mana shu holatda tumbalar ishlab berilgan. Kimgadir bundan kattaroq qilish kerakmi yoki umuman kerak emasmi? Alohida chiqsa uni ham boshqa variantlarimiz bor, uni ham kelishaveradi. Va tepa qismiga ham bu yoqga leksiyan qilib berganmiz. Leksiyan mokri asfalt svetda va navesimiz ham darvozaga mos holatda mokri asfalt svetda qilib berilgan. Va bu darvozamizda farqli o'laroq ozgina rangi to'qroq bo'ldi. Ya'ni darvoza bilan bir xil holatda emas. Ya'ni ozgina navesimiz ajralib ko'rinib turishligi uchun salgina tomliroq qilib ranglardan berib qo'ygan. Va bu yo'qlarni ko'rib turgan edik, high-tech variantga uyg'unlashib, oldiga gulli variant ham qo'yilgan. Kimgadir mokri asfalt svet yoqadi, kimgadir yodli, kimgadir korishniy, kimdir darvozasiga moslaydi, kimdir patologiya, kimdir devorga, fasadiga moslaydi. Umuman rangida pul ahamiyat qilmaydi. Aytgan ranglarini, aytgan holatlarda dizaynini qilib beraveramiz. Vodiy bo'ylab dastavka uстановkalarimiz bepul, voha taraflarga aloqaga chiqsa, dastavka uстановkasi pul qo'shiladi, uni aloqaga chiqsa kelishiladi. Bu manzilimiz hozir Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga zakazga tayyorlab berilgan. Bu joyimizga hozir 26,5 kvadrat joyga to'liq hamma narsalar bilan leksiyalar, lazer gullari, kraskalar, uстановkalar hamma yo'g'i ichida 19,750 ming so'mga tayyorlab berganmiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqib qolasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab tursanglar, yanada yangilik qilishga, yanada bundan da chiroyliroq, bundan da skromli, yana ham sizlarga bundan da yaxshisini ilinishga harakat qilamiz. E'tiborli uchun rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.
Bu darvoza tayyorlash xizmatlarimiz ham bor. Kimgadir shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Darvozalarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavkasi, ustanovkasigacha mutlaqo bepul. Sababi naveslarimizni shu holatga kelguncha 1 kun 3-4 kishining mehnati ketadi. Shuning uchun dastavkasiga bunga pul qo'shiladi. Darvozamizni 1 soat, 2 soatda ustanovka qilib qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun darvozamiz dastavka ustanovkasi O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка umuman mutlaqo bepul. Naveslarimiz esa oddiy bo'ylab dastavka uстановка bepul. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.